Assalomu alaykum to'rdoshlar, yaxshimisizlar? Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqadi. Uyg'ur hech kimni qo'rqitganligini yo'q, Xitoyni azaldan qo'rqatgani yo'q, chunki da'voning nishoni zimin bo'lmaganki Xitoy hargiz bitmi qilmaydi. Faqat da'vogarlarning yonchig'ini to'shqazdiqli xolos. Bugun menga bir qanchasi shu Serikjon Bedashevning bir kichik kesme noktada kesilgen bir sözünü ivetip koyuptu. Onun içinde Kırgız'dan Xitay 100% korktu, Kazak'tan 50% korkudu, Uygur'dan herkes korkmaydı. Çünkü aldığın qitim şu 2018'den başlap guvalıqını başlağandan başlap hazır kadar Uygur'dan bir 50 kimi yetmeydi adam guvalık verdi. Qazaqstanda muşuncha olacak Uyg'ur turib deb so'zlabdi. U eg'ir ketibdi jiqlarga. Eg'ir ketib mushtaq dedi. Qaysi gapi yolg'on mushuning ichida? Siz deb beqma, sizlar qaysinglar guvohlik berdinglar dedim. Mushu Qozog'istonda vatanda tuqqanlari bola ozma, 50 tal odamning tuqqani bormi? Vatan ichiq vaqtida boratdinglar-ku. Yolg'on emas-ku dedim men. Sizlar guvohlik bermagan tursanlar, vatanmi deyamsanlar, mayli dedi. Boshqa narsa deyamsanlar, tuqqunimmi deyamamsizlar dedim. Nima deb uni ranjisizlar dedim. Har qadamda Serik Bedashevninki so'zlagan so'zlarining ichida o'zimizga foydali yerlarni olaman, anglayman. Nima deb shu yerlarni qazmaysiz? Nədək 10 tətür yerlarni qazsiz? Sizmi Qazaqqa tegish qilsizmi dedim men. O'ylash beqin, Uyg'urdan Xitoy mit qilmaydi, ha? Zimin demisang mit qilmaydi. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqadi. Rahmat sizlarga.